Madina Islom universitetida 17 mingdan ziyod talaba ta'lim oladi va bularning 85% chet ellik talabalar hisoblanadi. Ha, universitet imtihonsiz qabul qiladi, lekin siz hech bo'lmaganda arabcha so'zlarni o'qiy bilishingiz kerak bo'ladi. O'qish jami 6 yil bo'lib, avval 2 yil boshlang'ich arab tili bosqichi. Bu bosqichni o'qiganingizdan keyin arablar bilan bemalol gaplashadigan bo'lasiz. Keyin esa 4 yillik bakalavr bosqichi. Bakalavr bosqichida o'zingiz istagan fakultetni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Universitet tomonidan sizga beriladigan imtiyozlar, birinchi navbatda har oy beriladigan stipendiya. Uning miqdori $225 va universitetga kelgan talabalar yotoqxona va o'quv qurollari bilan ta'minlanadi. Bu yotoqxonalar bo'ydoqlar uchun bo'lib, siz agar oilaviy keladigan bo'lsangiz, o'z yoningizdan ijaraga xonadon olishingizga to'g'ri keladi. Yana universitet har yozda yurtimizga borib kelish uchun biletlarni olib beradi. Qolgan ma'lumotlar keyingi videoda.